Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Akalar, biz 70 ta obunachi edik. 70 ta bo'ldik. Rahmat sizlarga qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Biz shundan ilhomlanib, videolarimizni kengroq yoritib borishga, narx-navolarni aytib borishga harakat qilamiz. Shuning uchun agar bizga obuna bo'lib, like bosib kuzatinglar. Shunaqa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tanish-bilishlarga yuborib qo'ysalar, biz yana ham ilhomlanib ishimizni qo'yishda davom etamiz. Navbatdagi obyektimiz Samarqand viloyati Urgut tumani Sariqtepa qishlog'i Volna zavodidamiz. U yerda kir mashina, xolodilnik, shunga o'xshagan narsalar ishlab chiqarar ekan. Bu joyimiz 7 ga 65. 15 kunga qurib beramiz deb olganmiz. Bir hafta bo'ldi. O'sha bir haftada zagotovkasi tugab, o'rnatishni boshladik. Mana firmalarimiz 4x4 profildan bo'lgan. Bolalarga stoyga vizak qo'yib, chiroyli qilib mana ishimizni davom ettiryapmiz. Like bosib, obuna bo'lib bizlarga kuzatib tursanglar, yana ikkinchi qismini ham qo'yamiz.